Bundan bir necha oy oldin yuzim judayam buzilib ketdi. Birinchi marta hayotimda katta komedorlar chiqishni boshladi. Lablarim atrofi qurib, terim ko'chishni boshladi va nimadanligini bilmadim. Bilsam, aynan organizmimda gormonal zvoy ketayotgani uchun men ishlatayotgan kosmetika, ya'ni uxodlinya yuzimga tushmay qolgan. Orada har xil yana boshqa uxodlar olib ishlatsam ham, yuzim faqat battar va battar bo'lib ketaverardi. Keyin borib menga maslahat berdilar. Shahruza, hech narsa surma yuzingga, birinchi doktorga bor, gormonlarga topshir, ichklaring bilan ishla, vitaminga ham qarab, keyin men senga egzosoma qilaman, o'shani o'zi bilan chiqib ketamiz dedilar. Boshida ishonmadim, chunki baribir ukol nima qilib berardi, samarali metod bo'lmasa kerak deb o'yladim. Lekin boshqa yo'lim qolmagani uchun, уже nechta doktorga borsam ham hech qanaqa lecheniyalar yordam bermagani uchun, parallelni ichinglar bilan detoks qilib, jigar, o't tufayli faoliyatlarini ishga solib, Mugore opamni ham hamma aytgan protseduralarni yuzimga olishni boshladim. 100% kosmetologimga ishonch bildirdim. Boshida uncha bilinmadi rezultat, keyin uyga borganimdan keyin 2-3 haftadan keyin qarasam, komedorlarim kamayishni boshladi. Komedorlardan izlar qolib ketadi, bilasizlarmi? O'sha izlarim oqarishni boshladi. Chunki yuzimda juda ham kuchli pigmentlar bo'lib ketgandi. Pigmentlar ocharishni boshladi. O'shandan keyin yana va yana o'zini sxemasiga qarab, aytgan egzosomalari, bundan tashqari boshqa maskalarni ishlatdim, ular bergan uxodga o'tdim professionalligiga. Ko'rib turganinglardek, yuzim do-posle holatga keldi. Men nimadir ukol olsam kerak deb kelsam, 5 xil maska qildilar. Senga hozir hech qanaqa ukol kerak emas, chunki yuzingni davolab oldik dedilar. Ya'ni, masalan, har qanday kosmetolog protseduralar qilishga harakat qiladi, lekin Mugore opam iloji boricha yuzingizni o'zini saqlashga harakat qiladilar, o'zgartirishga, keraksiz protseduralar, fillerlar, ukollar qilishga emas, balki bor holatingizni yana ham ochib saqlashga harakat qiladilar. 100% tavsiya etaman. 5 yildan beri meni eng sevgan kosmetologimdan biriga aylandilar.